Assalomu alaykum Qoraqalpog'iston, assalomu alaykum Amudaryo. Azizlar, omadli ko'rsatuv 350-sonida Qoraqalpog'istonlik Amudaryolik yurtdoshimiz omadli ko'rsatuvdan 20 million pul mukofotini yutib oldilar. Hozir biz shu yutuqlarni berish uchun ularni xizmat vazifalarini o'tayotgan joylariga, ya'ni Qoraqalpog'istonda Amudaryodagi 5-oilaviy poliklinikada faoliyat yuritar ekanlar. Shu yerga keldik. Mana hamkasblari hammalari chiqishdi. Ularni qutlash uchun, tabriklash uchun chiqishdi. Hozir biz Muborakxonni davramizga taklif qilamiz. Muborak Matyakubova, Gudros qarsanglar bo'lsin. Assalomu alaykum. Muborakxon, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Bemorlaringiz turadi. Mana sizni yutib olgan yutuqingizni olib keldik. Mana olib kelishingiz mumkin. Rahmat. 20 million so'm pul. Sizga undan oldin beradigan ozgina savollarim bor edi. Omadli ko'rsatuvga o'zi qachondan beri muxlissiz? 3 yildan beri muxlisman. 3 yildan beri muxlissiz. Qarang, ko'pchilik so'raydigan savol bor-da yana. Omadliga borish uchun ko'proq qaysi mahsulotlarni olish kerak degan savollarni bizga ko'pchilik berishadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Aynan qaysidir mahsulotga bog'liqlik joyi bormi? Siz o'zi qaysi mahsulotlardan xarid qildingiz? Jesko mahsulotlarini oldingiz. Oxirgi safar nechta SMS yuborgandingiz? 100 tadan ko'p. Oxirgi safar 100 tadan ko'p SMS yubordingiz. O'tirgan telefon qildilar, bordingiz, ko'rdingiz. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Endi sizga nasib qilgani shu ekan. Keyingi safar endi sizni yana kutib qolamiz. Omadcho'da ko'rganlar bormi oranglarda? Bir ishtirokchi qayta borgan holatlari bo'lgan. Ayniqsa Muborakxonni o'zlari ishtirok etgan ko'rsatuvda bular bilan birgalikda qatnashgan bir akamiz to'g'ri aytyaptilar. Bahrom aka ikkinchi marta Omadcho'ga bordilar. Avvalgi safar borganlarida Damas yutgan ekanlar. Bu safar mana 25 million yutib ketdilar. Xudo xohlasa yana tez orada Omadcho'ga boring. Bu safar sizni oldingizga yutib olgan avtomobilingizni qo'yib, mana shunday yaqinlaringiz oldida topshirishlik nasib etsin. Niyatim yo'qda menimcha. Hal ko'ringlar. Azizlar, ana endi Muborakxon yutib olgan 20 million so'm naqd pulni topshiramiz. Qarsanglar bo'lsin. Oling. Bu boshlanishi bo'lsin. Endi shunaqangi ketma-ket Omadcho'ga boring, Omadcho'ga boraverganingizdan oxiri zerikib keting. Sizlarni ham kutib qolamiz. Tilaklarim shu. Hamma qatnashsin, hammaning omadi kelsin. Sog' bo'linglar, hammanglarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. O'sha gap. Sizlar bilan xayrlashish yo'q. Yana ko'p bor Qoraqalpog'istonda, Amudaryoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum Namangan, Uchqo'rg'on, Qo'g'a! Assalomu alaykum azizlar, qadrli teletomoshabinlar. Omad show 350-soni va biz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'aydamiz. Qo'g'ay shaharchasida ko'plab yurtdoshlarimiz mana bugun Bahromjon akani quvonchlariga sherik bo'lib turishibdi. Bahromjon aka, assalomu alaykum. Assalom. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Nimaga xomushroq turibsiz? Mayli, damas chiqmagan bo'lsa ham puli bor, to'g'rimi? Bitta qarzi chop qo'yinglar Bahromjon akaga. Damas olganmiz. Damas olgansiz. Agar eshitmayotgan bo'lsangiz, Omad showni 192-sonda ishtirok etgandingiz, a? 91-sonida ishtirok etgansiz. Damas yutgansiz. Sog', o'shandan beri yana davom etgansiz. Davom etyapman. Endi Omad show haqida qanaqa o'yin, ishonarli o'yinmi degan savollar sizga kerak emas, to'g'rimi? O'zingiz haqiqatda bilasiz. Ishonaman. Mana necha yil bo'ldi hozir yutganingizga? 22-yilda. 2022-yil, ya'ni 4 yilga qarab ketyapti. 4 yil bo'lgan bo'lsa, 4 yil ichida ko'p qo'ng'iroqlar kelgan sizga. Chiqqansiz, boshingizdan o'tkazgansiz, nima bo'lgan, nechta pul bergansiz degan savollar hozir ham bor. Hozir ham bo'lyapti. Nima deysiz shu muxlislarimizga? Mana meni YouTube telekanalida ular tomosha qilib turishibdi. Nima degan bo'lardingiz? Bizlarga ishonib o'ynasin, haqiqiy o'yin ekan bu. Bahromjon aka, baribir kayfiyatingiz yaxshi emas. Pulni ko'rmaguncha ochilmaysiz shekilli. O'zim yo'qaman. Bo'ldi. Kelinglar, hozir hammani bir qarshisiga bilan 25 million so'm pul mukofotini g'olibimizga tantanali ravishda taqdim etamiz qarsakiylar. Mana azizlar, Omad show televizion 350-soni va albatta Bahromjon aka uchun ajratilgan 25 million so'm pul mukofoti qo'lida turibdi. Bu pulni qabul qilasiz. Qolganlar havas bilan bitta qarshi cho'berlar. Qarshi cho'berlarga damas chiqsin ilohim. Qani qarsakiylar. Ana. Sog' bo'ling. Rahmat. Og'irmasmi? Og'irmasmi tur? Pul og'irlik qilmaydi. Qopda bo'lsa ham og'irlik qilmaydi-da. Pul og'irlik qilmaydi. Ko'p sonli muxlislarimiz bor. Atrofdagi qarovko'z yaqinlar, hamsoyalar, qo'shnilar, qarindoshlarga va ko'rsatuvimizni homiylariga bir og'iz omadli ishtirokchi sifatida niyat bildirib qo'ysangiz. Hammaga omad tilayman. Ishonib o'ynaganlar o'ynasin, chiqadi.
Bari. Siz kayfiyat cho'ktirmang aka. Kayfiyatim yaxshi, shuncha pul kayfiyat yomon bo'ladi. Yomon emasmi? Yo'q, yaxshi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi bu nasl omad shu nomi o'zi bilan omadingiz kulib boqsa bo'ldi. Bir kun emas, bir kun sizni ham mana shu telestudiyada qarshi olishga biz tayyormiz. Albatta bir kun emas, bir kun sizni ham xonadoningizga shunaqa sovg'alar, sovrinlar kamida 20 million so'm pul mukofot yoki 25 million yoki avtomobil bilan kirib borish nasib etsin. Sog'lik, omonlikda, bag'ri butunlikda meni YouTube telekanalida Omad Show teleo'yinida ko'rishgunchaysizlar. Omon bo'linglar. Rahmat. Omad Show teleo'yinida bugun bayram kech bo'lishiga qaramasdan biz manzilga yetib keldik. Biz Farg'onada Suxdamiz. Assalomu alaykum Chashma! O'rtoqlar chegaradan o'tib, Qirg'izistonga kirib, yana O'zbekistonga kirib, mana Chashma degan chiroyli manzilga yetib keldim. Bitta qarsanglar bo'lsin. Bugun xullas o'rtoqlar Suxda bayram. So'xlik yurtdoshimiz Salomatxon onajonimizga omad kulib boqdi. Qarsanglar! Keling. Ince biyo, ince biyo, qarsanglar bo'lsin. Ana onam sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, tabriklaymiz. Nima ish qilib qo'ydingiz endi? Yaxshi. Qarang, necha yildan beri muxlissiz? Afsonga yetdinglar. To'g'rimi? Ha, yak do'sting uchun panchach xafar. Chut-chut medonam, kam medonam. Mana mashina, mana Botirxon, hech qanaqa yolg'on yo'q. Bemalol LC Jesco mahsulotlari. Bitta dona mahsulot xarid qilib ham mashina to'sirga bo'ladi. Omad. Mana shunga yozilgan ekan, men keldim. Havas qilganlar qarsanglar bo'lsin, tabriklaymiz. Nima jo'natamiz? Qaysi mahsulotlar? Eski Jesco. Ko'proq qaysi? Kofemi? Kofi ham bor. Pichonni, shirinli, soklarda. Hammasi bor. Kelinlarga ishonmagansiz-a? To'g'ri kelinlarga nima bor? Kelinlar ishini qilsin, to'g'rimi? Xadam paysalar olamanu. Güzel bir Boshdan tekshirib oldingizsa, but-butunmi, yap-yangimi, kalitni bersam bo'ldimi? Ketaman. Xolasi. Xo'p, o'rtoqlar, avtomobil kalitini topshiramiz hammalarni guvohligida. Omad Show televizion hisobida 1765-avtomobil Farg'ona Suv. Qani hamma birga tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Hozir siz mana millionlab odamlar ko'ryapti, shularga nima degingiz kelyapti? Nima maslahat berasiz? Nima qilishsin? Nima qilsin? hamma xotin bovari bekaraga bas. Birton hamma xotin bo'zi qarab kunton, bovari kunton emas. Hammaga chiqsin. Hamma. Siz yana o'ynaysizmi yo bo'ldimi? Nima xotinim Yo'q-ku, tirik. Bo'ldi, endi boshqa keling, qolganlar kelsin. Tirikni olaman. Ha? Yana kelasizmi? Qarsak chalib qo'ying. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlar rohatini ko'ring. Xonadan nechta? 8ta. Nevara 20 ta. Ikkita chevara. Managa toping. Chol. Cholga ketkizibdi, o'zlari tamas minadi endi. Buni kim minadi endi? 3 ta o'g'il bor. Bittasida Shopir, uchta shopir bor. Hammasi haytdilar. O'g'illarga bering, ham yana kelinlarga beravermang. Kelinlar, Nurida. Mana mana bitta savol, kelin qiz bo'ladimi, yo'qmi? Kuyov o'g'il bo'ladimi, kuyov? Kuyov yaxshi. Kuyov o'g'il bo'ladi. Kuyov o'g'il bo'ladi, lekin kelin hech qachon qiz bo'lmaydi. Yaxshi. Sizlar onamlarga o'xshagansiz. Harakat qiling. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Qarsang chalinglar, tabriklayman. Hurmatli suxliklar, Chashma. Yana bir bor hammalarning nomidan Salomatxon onajonimizni tabriklaymiz. Qarsanglar bo'lsin. Ramazonlar muborak bo'lsin. Xonadonlarda yaxshi kunlar bo'lsin. Meni yurtim telekanal ijodkorlari hammalarni yaxshi ko'ramiz. Bo'shashmasdan bir dona mahsulot xarid qilib ham g'olib bo'lsanglar bo'ladi.
Xudo xolasa, xonadonlarda shunaqa chiroyli kunlar bo'lsa, biz yana kelib avtomobillarni o'z vaqtida topshiramiz. Omad shu telefonida navbatiga aniqlanadigan raqamlar ketma-ketligi, demak 23-fevral sanasidan 8-mart sanasiga qadar yuborilgan SMSlar orasida g'olib aniqlanadi. Balki ular orasida siz bo'lishingiz mumkin. Xullas hammaga omad. Men esa poytaxtga shoshaman, o'sha gap sizlar bilan tinchlik, xotirjamlikda, bag'ri butunlikda, sog'lik, salomatlikda yana yorug' yuz bilan meni yurtim telekanalda ko'rishguncha xayr!